Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun olamning yaratilishi 2-bobni avval bir qatam o'qib, andan keyin beg'izliq so'zlarni bir qatam qisqachalam tilga ilib, bugungi mazmunni qisqa qilib tayyorlamoqchi. Oldi bilan biz olamning yaratilishi 2-bobni o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 2-bob. Shunda qilib alam butkul mavjudotlar bilan yaratilib bo'ldi. 7-kun kelganda Xudo yaratish ishini tamomlab bo'lgan bo'lib, u kuni aram oldi. U 7-kunni baxtli kun qilib, uni muqaddas kun deb jakarladi. Chunki bu kun Xudo yaratishni tamomlab aram olgan kun edi. Parvardigor Xudoning alamni yaratish jarayonida bunday ishlar bo'ldi. Parvardigor Xudo alamni yaratganda yer yuzida o't-cho'p va ziroatlar yo'q edi. Chunki Xudo texi yomg'ir yog'dirmagan edi. Shundaqla yer teriydigan odam yo'q edi. Ammo yerdan suv chiqib butun zaminni sug'ardi. Andin Parvardigor Xudo yerning to'pisidan odam otini yasadi va uning burnidan hayotlik nafsini bo'ldi. Buning bilan odam ota hayotlik berildi. Parvardigor Xudo sharqdagi Eram degan joyda bir bog' barpo qilib, o'zi yaratgan odamni u yerga o'rlashtirdi. Parvardigor Xudo u yerda yana mevalari shirin va chiroyli har xil daraxtlarni o'stirdi. Bağның o'ttirisida alohida ikki tub daraxt bor edi. Biri hayotlik bergan daraxt bo'lib, yana biri yaxshi bilan yomonni bildirgan daraxt edi. Eram degan yerdan bir daryo oqib kelib, bog'ni sug'oratdi. Bog'dan chiqqan suv to'rtga bo'linadi. Birinchisi Pishon daryosi bo'lib, oltin chiqadigan Havolah degan yerni aylanib o'tadi. U yerning oltini sap, u yerdan yana kam uchraydigan xushbiroqlik devirqay va yo'lliq haqiq chiqadi. İkincisi Gihon daryosi bo'lib, Kush degan yerni aylanib o'tadi. Uchinchisi Dijla daryosi bo'lib, Assurning sharqidan oqib o'tadi. To'rtinchisi Firat daryosidir. Parvardigor Xudo odam otini Eram bog'i ishlab, uni parvish qilsin deb u yerga qo'ygan edi. Parvardigor Xudo odam otiga amr qilib, bog'dagi mevalarni xalqning ye. Ammo yaxshi bilan yomonni bildirgan daraxtning mevasini hargiz yema. Chunki uni yesang cho'qim o'lasan, dedi. Keyin Parvardigor Xudo odamning yolg'iz yashashi yaxshi emas. Uningga loyiq bo'lgudek bir yordamchi hamroh yaratay dedi. Buning bilan Parvardigor Xudo yerdagi to'pidan yaratgan har xil hayvonot va uchar qanotlarni odam otining oldiga ularga ism qo'ysin deb keltirdi. Odam ota ularga qanday ism qo'ysa, shunday atilib keldi. Odam ota barliq uchar qanot va hayvonlarga ism qo'ydi. Vaholanki ularning orasida o'ziga loyiq bo'lgudek biror yordamchi hamroh yo'q edi. Shunga Parvardigor Xudo odam otini qattiq uxlatdi. U uxlayotganda Xudo uning bir tal quvurg'isini elib, u yerni uning go'shi bilan etib qo'ydi. Parvardigor Xudo olgan quvurg'i so'ngidan bir ayol yasab, uni odam otining oldiga elib keldi. Odam ota xo'shal oldi mundaq dedi. Mana amdi so'ngki mening so'ngkimdan go'shi mening go'shimdan elingan menga o'xshash xildagi biri bo'ldi. U ayol deb atalsin, chunki u erdan elingan. Bir odamning ota-onasidan ayrilib, ayoli bilan birlashib birdan bo'lishi ana shu sababdandir. U chaqda odam oti bilan uning ayolining har ish kelisi yalang'och bo'lib nomus qilishmaydi. Ya'ni bugun o'qigan mazmunimiz 2-bob 1-oyatdan 2-bob 25-oyat mazmunini o'qidik. Tunugummu 2-bob 1-oyatdan 3-oyatning olamning yaratilishidagi 6 kun olam yaratib 7-kun aram oldi degan mazmun, ya'ni 7 kunni qilish uchun men biroq qo'shib o'tgandim. Ya'ni 2-bob 1-3-oyatlarni men qo'shib o'qiyotgandim. Bugun yana qayta o'qidim. Aslida bu aram olish kuniga oid to'xtaladigan mazmun nihoyatda ko'p, nihoyatda muhim bir mazmun. Ya'ni tunugun deganimizda Xudoning obrazi, ya'ni Xudo insonni o'zining obrazi bo'yicha o'ziga o'xshash qilib yaratdi degan ikki mazmun. Aslida nihoyatda muhim bir mazmundir buni. Chunki bizning hozir kunimiz qisqa bo'lg'achqa mencha ayrim bir kuni, ayrim bir vaqtni shu ikki mazmun qilib, ikki mazmunni shu ayrim bir programmada qilishni loyiq topdim. Agar mening yodimdan chiqib qolsa, sizlarning meni eskartib qo'yishingizni umid qilaman. Shu ikki mazmun to'g'risida bir to'xtalaylik deb men bir eskartma uchur qilib qo'yasizlar. Bugungi mazmunni avval bir ko'rib o'tay. Ya'ni 2-bob 1-oyatdan 25-oyatga qadar mazmun. Buningdagi muhim mazmunlar. Birinchisi ya'ni Eram bog'i, ya'ni
tünügün bu sözlep etken Xuda avval dünya yaratып bulup andan keyin adamni qo'ydi degan o'xshash. Bugun bu yeni bir qatim shu mazmun tekrarlandi. Ya'ni Parvardigor Xudo sharqdagi Eram degan joyda bir bog' barpo qilib, uni o'zi yaratgan odamni u yerga o'rlashtirdi deydi. Ya'ni Xudo odam otini, ya'ni yerning to'pisidan, ya'ni to'pidan odam otini laydin deydi. Amaliyoti bo'liq yerning to'pisidan, yerning to'pisidan odam otini yasab, uning burnidan nafs tuylagandan keyin uni, ya'ni odam otini o'zi yasagan Eram degan bir bog'ga, ya'ni Xudo o'zi bir Eram degan bir bog'ni yasab u yerga qo'ydi. Endi bu Eram degan so'zni biz ko'rib o'tadigan bo'lsak, men o'tgan faylda haram deb yozilib qolibdi, asli Eram. Eram degan so'zning so'z tumrasi farschadan kelganda, buning lekin ma'nosi xushalliq, shodlik degan ma'no bildirgan ibroniycha, ya'ni shodlik, xushallik bildirgan ma'no so'z. Shunala buning fe'l shakli bo'lsa, qo'g'dash, tiklash degan ma'noni bildirdi. Bu Eram bog' haqiqiy mavjudmi degan masalalar ustida balki nurg'un talash tortish munozirlar bo'lishi mumkin, lekin biz buning haqiqatan mavjud bo'lib o'tgan, ya'ni buning o'rni hozirgi qaraydigan bo'lsa, ya'ni yaratilish 2-bob 14-oyatlarda Avla, Kush, Asur degan joylarning atrofida Eram bog'ining shu joylarning atrofida ekanligini biz tasavvur qila olamiz. Ya'ni burunqi shu Eram degan joy shu joy ekanligini biz tasavvur qila olamiz. Haqiqiy mavjud bo'lib o'tgan bir joy. Eram bog' bo'lsa muqaddas yozmalarda nurg'un yozmalar tasvirlandi. Ya'ni Yeshaya payg'ambarning qismida, Askel payg'ambar, Yoel payg'ambar qismlarida ko'pincha uchraydi. Payg'ambarlar Eram bog' haqida so'zlagan vaqtida, chunki Eram bog' degan bir xushallik, shodlik, ya'ni bu yerda g'am qayg'u bo'lmagan, Xudoning qo'g'dishi bo'lgan, o'xshash, ya'ni Xudoning podshohligi, ya'ni Xudoning haqiqiy hukmronligi bo'lgan bir joyga o'xshatildi. Shunday bir shodlik makoniga o'xshatildi. Biz Yeshaya payg'ambarni bir Yeshaya payg'ambar ustida bir qatim Eram bog'ini tasvirlashni bir ham ko'rib o'tsak, Yeshaya payg'ambar 51-bob 3-oyatda mana men Parvardigor Siyonga tasalli beraman, uning xaroblariga tasalli beraman, hamda Siyonning barliq xarobliklarini Eram bog'iga aylantirman, uning cho'lliklarini mening yenim beg'imga aylantirman. U yerda shodlik ham xushallik bo'ldi, shukr hamda sanolarning sadosi yangraydi. Ya'ni shuningda Xudomi o'zini Yerusalimni, ya'ni bu Yeshaya payg'ambarda Yerusalimning xarob bo'lishi nimalarni so'zlaydi, lekin xarob bo'lgandan keyin bo'lsa Xudoning asli keltirganligi jarayon to'g'risidagi bishoratlarni so'zlagan mazmun. Shu vaqtda Xudo yana o'zining xalqining turar joyini, ya'ni Siyonni Yeshaya payg'ambarga Siyon mu Xudoning makoniga simvol qilgan bir shahar. Shunga o'xshash o'zining shunday bir shaharini, ya'ni shunday hozir chunki Isroillarning nimalari sababidan, itoatsizligi sababidan bular surgun qilingan, shaharlari xarobilikka aylangan, shunday bo'lsa-mu, ham bu xalqi chechilib, har yerlarga chechilib ketgan bo'lsa-mu, lekin Xudo bu shaharni qayta asliga keltirib, bu xalqni qaytadan yig'ib keltirganligi to'g'risida vahiy bishorat bergan vaqtida o'sha Yeshaya payg'ambarning so'zida qismida ko'proq ta'kidlandi. Shunga o'xshash, garchi hozir holat qanday bo'lsin, dunyo hozir qanchalik vayrona shunday holatda bo'lsin-mu, lekin Xudo buni qayta asliga keltirishga qodirligini, ham shundayla Xudo bo'lsa o'zining makoni, ya'ni o'zi turar joyini bo'lsa, o'zi taxt qilgan joyini bo'lsa, o'sha Eram bog'iga o'xshash, ya'ni shodlik makoniga, xushallik makoniga, o'zining nuri qoplagan, o'zining haqiqiy hukmronligi, ya'ni Xudo haqiqiy podshoh hisoblanadigan bir joy, bir makon qilib qurib chiqadiganligini, u yer Xudoning, ya'ni o'sha Eram bog'iga o'xshash Xudoning beg'iga aylanib, u yerda shodlik ham, xushallik ham shundaylar shu joy Xudoning podshohligi ostida xalq bo'lsa Xudoga shukr va hamd sanolarni o'qiydiganligini Yeshaya payg'ambarga tasvirlandi. Bu orqali biz, ya'ni Eram bog'ida bo'lsa, ya'ni odamotni hamda yaratdi. Bu olamning yaratilishi 3-bobda shu mazmundan chiqadi. Asli Eram bog' bo'lsa Xudo bilan insonlar, ya'ni inson, ya'ni odamota Xudo bilan birga bo'lgan. Texi gunoh paydo bo'lishidan burun hozirgi mazmun, bu 2-bobning mazmunlari, texi gunoh paydo bo'lishidan burungi vaqt, gunoh paydo bo'lishidan burun bo'lsa, odam Xudo bilan birga, ya'ni Xudo bilan birga
turgan Xudo bilan birga bo'lgan bir shuna vaqtlar. Shunala Xudoning hukmronligi ostida, Xudoning qo'g'dishi ostida shodlik ichida yashaydigan vaqti. Erenbag'it bo'ldi. Shuning uchun ham shu Erenbag, ya'ni shodlik ham xo'shallik makoni deb shuna xalqi nurg'un mazmunlarda payg'ambarlarning yozmalarida shunday bir tasvirlangan bir makon. Yana birisi bo'lsa Erenbag'dagi bizni nihoyatda ko'zimizga chaliqadigan bo'lsa ikki daraxt. Ya'ni hayotlik bilan daraxt bilan yaxshi bilan yomonni bildiran daraxt. Xudo amr qilib odamlarga, ya'ni hayotlik bilan daraxtni ya'ni bog'dagi mevlarni xohlagancha yesa bo'lganligini, ammo yaxshi bilan yomon daraxtni bildiran daraxtni yesa bo'lmaydiganligini bildirdi. Nima aytdi-da? Amr qildi shu to'g'risida. Biz Erenbag'ga Xudoning shuna ikki daraxtni qo'yganligidan biz nima ko'ra olamiz desa, Xudo insonni, ya'ni odamni yaratganda, odamni bir tafakkur qilolmaydigan, bir tushunchash ichida yaratmagan, balki erkin tanlash huquqini, erkin ideologiyani, ya'ni erkin bir tafakkur qila oladigan shuna bir demakchi, erkin tanlash huquqini berganligini biz ko'ra olamiz. Shuna o'xshash Erenbag'da shu ikki xil daraxtni qilib turib yaxshi bilan yomon daraxt bildirgan daraxtni yegan vaqtida uning qanday bir oqibatning kelganligini Xudo alayda ogohlantirdi, yana deb qo'ydi. Shuna o'xshash Xudo insonga erkin tanlash huquqini berdi va oxirsida qaysini tanlasa qanday bo'lganligini, ya'ni yema deganni amriga xilof bo'lgan ishni tanlagan vaqtida bo'lsa oqibatining qanday o'lim bo'lganligini unga uqtirdi. Shuna o'xshash Xudo insonni erkin tanlash huquqi bilan yaratgan. Lekin inson dal shu vaqtida 3-bobdan bu azroq to'xtalgan mazmun chiqdi, qayta takrorlandi. Lekin gunohni tanlab olganda, ya'ni o'lim degan bu bir ruhiy o'limda, ya'ni rasmiy jismoniy jihatga o'lim emas, balki Xudodan ayrilish, Xudodan bo'lgan ayrilib, Xudodan ya'ni bir gunohni tanlagan, ya'ni Xudodan ayrilib, Xudoning amriga itoatsizlik qilgan bir itoatsizlikni tanlagan bir yo'l. Shuna o'xshash erkin tanlash huquqi bor deymiz. Ya'ni biz shunday odam ota avan davridagi shug'ul tanlash orqali, lekin bu erkin tanlash huquqi bo'lsa, shu gunoh kirgandan keyin bo'lsa, ya'ni gunohning qulqiga o'tadi, ya'ni gunohning asirligiga o'tadi, gunoh paydo bo'lgandan keyin. Lekin bugungi kunda biz e'tiqodchilar e'tiqod qabul qilgandan keyin bo'lsa, Ayso Masih orqali biz qaytadan bu erkinlikni, ya'ni haqiqatdan keyin bir erkinlikka erishdik. Ya'ni bu Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar 8 bobdimi, ya'ni haqiqiy erkinlikning, haqiqiy hurlikning haqiqat orqali kelganligini bizga shu mazmun orqali biz ko'ra olamiz. Ya'ni 8-bob 32-oyatda haqiqatni bilasizlar va haqiqat sizlarni erkinlikka erishtirdi degan mazmun orqali biz Xudoning haqiqat orqali qaytadan bir erkinlik, ya'ni Xudo bizga taqan Xudoning erkinligiga erisha oladiganligimizni biz tushuna olamiz. Bugun biz e'tiqodchilarmi, biz Xudoning haqiqat orqali erkinlik yo'lini, erkinlik shuna haqiqat yo'lini tanlaymizmi yoki bo'lmasa o'zimizning ko'ni tabiatimizdagi Xudoning so'zini tanlab, Xudoning so'zini anglab, Xudoning so'ziga bo'lgan ishtiyoq, Xudoning so'ziga bo'lgan tashnalik ichida Xudoning so'zidan kelgan erkinlikni, Xudoning haqiqat yo'lidagi erkinlikni tanlaymizmi yoki bo'lmasa Xudoning so'zlari bilan pisat qilmasdan ko'nglimizni, kundalik ish-faoliyatlarimizni dunyoning halakchiliklari ichida ko'zimizni shu dunyoning ishlari ustiga qo'yib turib, qalbimizga bo'lsa qalbimizga qalb taxtimizga Xudoni emas, balki shu gunohkor tabiatimizni, ya'ni gunohkor tabiat degan shaytonning qulluq ostidagi shuna tabiat, shuning o'xshash shu xil biz o'zimizning ko'ni tabiatimizni, o'zimizni podshoh qildirib, ya'ni o'zimizning xohishini xon, o'zimizning xohishini podshoh qilib turib, qalbimizga o'zimiz o'tkazimizmi, o'zimiz xohlaganini qilmizmi degan narsalarni biz shu mazmun ustida yaxshi bir o'ylanib chiqishimizga to'g'ri keldi. Endi bu hayotlik tarixi degan tema ustida hayotlik tarixi qanday taraf degan narsa bizni paydo bo'ldi degan savol paydo bo'ldi. Biz hayotlik tarixi, ya'ni pandi nasihatlarning 3-bob 18-oyatga biz qaraydigan biz nima ko'ra olamiz desek, hayotlik tarixini donolikqa o'xshatadi. Ya'ni donolik yo'liga o'xshatadi. Ya'ni donolik yo'lini tutquchilar shadxo'ramlikda minib, amonlik yetaklanadigan bo'lib, ya'ni bu donolik yo'li amonlik yo'li.
Yani donalık bolsa hayatlık dərəxi, donalıqni tutqanlar bolsa bəxti bulduğanlığını təsvirləydi. Yəni donalıqni tutup turğucular üçün o hayatlık dərəxidir. Donalıqni məhkəm tutqanların hamısı bəxtlikdir deb fənd nəsihətlərdə 3-cü bab 18-ci ayətdə hayatlık dərəxini donalık oxşudur. Yəni bu donalık, bu yerdəki donalık hayatlık yolu başlıqçı yeni donalık yolu bolsa, haqiqat yolu hayatlık yolu, donalıqni tutadigan bu hayatlık yolu. Hayatlık dərəxi bolsa, dəl şu donalık yolu, yəni Xudanın kalamı bulup, Xudanın kalamıda mağucular, Xudanın kalamı yolunda mağucular, Xudanın müqəddəs ruhunun yetəklişida yaşap, bunu yeni əhdədə görürüz. Galatiyalıqlar yazılan 5-ci bab 22-ci ayətdə müqəddəs ruhunun yetəkçiligində yaşaydiganlarning hayotida meyveləydigan meyveleri bolsa, mehr muhabbet, xoşal xoramlıq, tinch-amonlik, sabr-taqat, mehribonlik, yaxshilik, sodiqlik, muloyimlik va o'zini tutib olishlarni va shunday meyvelarni meyvelaydi degan o'xshash. Hayot yo'lini, ya'ni hayotlik darixini, Xudoning kalamini, Xudoning so'zini o'zining hayotiga haqiqiy yetakchi, yo'l boshlovchi qilganlar bo'lsa, Xudoning yo'lida minishga, Xudoning intiluvchilar bo'lsa, ularning hayotida öz ularning tabiatida, yani tabiiy holatda nur bo'lib, dunyoning nuri bo'lganga o'xshash ularning hayotida, ularning tabiatida, mijoz xarakterlarda Galatiyaliklar yozgan xatda deyilgan o'xshash mehr muhabbatlik, xo'shal xoramlik, tinch-amonlik, sabr-taqatni, mehribonlik bilan muomala qilishni, hatto har vaqt yaxshilikni o'ylaydigan, Xudo bo'lgan sodiqlikni ham insonlar orasida shunday bir sodiq bir ishlar bo'lgan mas'uliyatchilik, sodiqlik, muloyimlik va o'zini har qanday ishlardan tutib oladigan, sabr-taqat qiladigan, shunday ishlarni, shunday bir tabiiy holatda Xudoning so'zi orqali, Xudoning so'zini o'ziga mujassamlashtirganlarda, shunday tabiatlar, tabiiy holatda paydo bo'lganligini, ya'ni yetildiganligini, o'zining mijoz xarakterlarini, o'zining koni tabiatini tashlab, Xudo ato qilgan Ayso Masih orqali erishgan yangi tabiat bo'yicha yashash orqali shunday bir tabiatning ularda tabiiy shakllanganligini biz yana ko'ra olamiz. Oxirgi mazmun bo'lsa, uzrab ketdi, yana er va ayol bir tan, bir jon degan vaqtida, ya'ni Xudo ayolni, ya'ni yordamchi hamroh qilib yaratdi, ya'ni Xudo odam otaga yordamchi hamroh qilib, uningga o'xshaydigan qilib ayolni bo'lsa, erning quvurg'isidan yaratdi. Ham shunday ularni bir tan, bir jon qilib yaratdi deydi. Endi buni er bilan ayolning munosabati to'g'risida munozaralarmi bor? O'xshamaydi. Ya'ni dunyoning har xil qarashlari bor. Biz bu xil qarashlardan o'zimiz isloh qilishimiz, buni haqiqiy er va ayolga bo'lgan Xudoning haqiqiy irodasini, haqiqiy yaratishdagi Xudoning maqsadini biz haqiqat orqali biz tunishimizga to'g'ri keldi. Bo'libmi buni er va ayolni yangi ahdida bo'lsa, mundaq bir tasvirlaydi, ya'ni erni bo'lsa Ayso Masihga, ayolni bo'lsa itqatchilar jamoatchiligiga o'xshatadi. Ya'ni ayolni bo'lsa Rabbning itqatchilariga, itqatchilar jamoatchiligiga o'xshatadi. Ya'ni Rabb Ayso o'zining itqatchilar jamoatchiligini qanchalik suyib, ular uchun o'zini qanchalik fido qilgandek, ular uchun o'z jinini moymay o'zini fido qilganga o'xshash, erlarmi o'z teni bo'lgan, o'z jini bo'lgan ayollarni shunday suyishini, ya'ni ayollarmi erlarni shunday hurmatlashini mishadalqi Ayso Masihning itqatchilar jamoatchiligining munosabatiga o'xshatib turib, tasavvur qilib turib, er bilan ayolning munosabatini shunga o'xshash bir-birisiga bo'lgan shu qadar bir tan, bir jonliq munosabatni shu qadar go'zal tasvirlaydi. Shunga biz er va ayolning munosabati to'g'risidami biz o'zimizning kunlik turmushimizda, haqiqiy hayotimizda shunga o'xshash erlarmi ayollarni shu qadar suyib, asrab, ayollarmi ayollarni shu qadar hurmatlab, buni toki Ayso Masih bizga itqatchilarga qanchalik o'zining muhabbatini, sevgisini berganga o'xshash. Itqatchilarmi Ayso Masihni hurmatlab, uni hurmatlab, uning huquqiga, uning nimasini shon sharafiga nimqan talmurganga o'xshash. Er bilan ayolning munosabatini biz qayta bir o'ylab, o'zimizning hayotimizga tatbiqlashimizga to'g'ri keldi. Bugungi mazmunni yana mushunchalik qilay, yana bularni yana tafsiliy cho'nqurroq unda so'zlasak, yana vaqt ketib qoldi ekan. Shunga biz asta-asta davomli shunday azozdan asta-asta azroq bo'lsin-mi, shunday mazmunlarni to'xtalib, bara bizning e'tiqodimizni texmi cho'nqurlashtirib, doiramizni texmi kenglashtirishimiz
Şunaqa bir fursatlarning bo'lishini umid qilaman. Bugungi mazmun mushagichi bu ikkinchi bobni mushagichi nima qilsak ko'rsak, hammalarga Xudodan kelgan tinch amonlik, Xudodan kelgan uyg'unish, ro'shan qalb, cho'nqur tushuncha, shunal Xudoning amonligi, Xudoning tinchligi, shod-xo'ramligi hammalarga yor bo'lsin. Ya'ni atki yakshanba kundagi dam olish kuninglar haqiqiy Xudodan kelgan shodlik, haqiqiy Xudoning aromligidan aram olib, qalbinglarning tinchlik, aromlik va nurga to'lishini umid qilaman. Xayr xo'sh.